Bugun chekka-chekka qishloqlargacha tabiiy gaz yetib borgan. Zangori olovsiz turmushimizni tasavvur qilish ham qiyin. Ammo tabiatning bu ne'mati bitmas tuganmas emas. Shu bois mamlakatimizda muqobil energiya manbalaridan foydalanishga alohida e'tibor qaratilyapti. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Biogaz ana shunday muqobil energiya manbalaridan biri hisoblanadi. Uni uy sharoitida organik chiqindilar va boshqa chirindilardan olish mumkin. Bir tonna organik chiqindidan 70-80 kub biogaz hosil bo'ladi. Bugungi kunda yurtimizning ko'plab hududlarida yurtdoshlarimiz biogazdan samarali foydalanishmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, qishloq joylarda bir kunda yig'ilgan chiqindilar miqdori har bir xonadonga 60-70 kilogramdan to'g'ri kelar ekan. Qolaversa, biogaz olish uchun ichki imkoniyatlarimiz ham juda yuqori bo'lib, buning uchun chorva mollari, parranda chiqindilari, o'simlik qoldiqlari, barg xazonlar, suv o'tlari, oziq-ovqat qoldiqlari xomashyo bo'ladi. Jahonda biogaz olish texnologiyasining 60 turi mavjud. Ular orasida eng keng tarqalgani maxsus uskunalarda organik moddalarni bijg'itish usulidir. Qishloq sharoitida bu usuldagi kichik hajmdagi biogaz qurilmalarini o'rnatish juda qulay. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, har bir qoramol chiqindisidan bir kecha kunduzda 4,2 kubometrgacha biogaz olish imkoniyati mavjud. Boshqacha aytganda, bitta qoramol chiqindisidan olinadigan kunlik biogaz qariyb 10 kilogramm yog'och o'tin yoki 5 kilogramm ko'mir energiyasiga to'g'ri keladi. Shuningdek, biogazdan uy ro'zg'orda, elektr energiyasi hosil qilishda, ekologik toza bio'g'it olishda ham samarali foydalanish mumkin. Muqobil energiya manbalaridan foydalanish borasidagi istiqbolli loyihalar mamlakat iqtisodiyotini mustahkamlashga xizmat qiladi.